Assalomu alaykum obunachilar. Mana Nexia 2 topib qo'ydik. 1da 2 qilinganidan tayyordan holatlari yaxshi holatda, motori ishi yo'q, korobkalari zo'r holatda. Tak. Hadovoyda jicha-picha ishi bor mashinamizda, lekin narxi arzon. Mashina tayyor holatda ekan. Generalniy prosedurni sinomiga o'tish hamma narsa bo'ladi mashinamizda. Mashinamizning vidi yaxshi turibdi. Shu orqa eshikda jicha miatina joylari bor. Kuzovga iloji bo'lsa bitta yengil asfejit qilib yuborish kerak. Mashina sepilgan, polniy sepilgan mashina. Tak, ichlariga keladigan bo'lsa, ichlari ham Nexia 1 ashibga turibdi. Tak, torpedasi Nexia 2. Sidinalari yaxshi holatda, chexollab, polilar bo'lgan, ko'vriklar hamma yoq tashab qo'yishdi. Sveta muzika qilib yuborishibdi, mashina ichlarini hamma yo'g'ini svetlar bilan jihozlab qo'yishibdi. Tak, orqalariga keladigan bo'lsa, orqalari ham chexollari yaxshi. Tiniq ekan. Maytfonimiz yo'q ekan. Richay, Malibu Richaydan qilib qo'yishibdi. Orqalari ham ashibkalari Nexia 1, sidinalari shu holatda, mana tayyor yaxshi holatda ekan. Mashinamiz minadigan holatda, faqat olib minish kerak. Mashinamiz orqa eshikda cho'kitcha ochilib qolgan, zazori bor, miatina joylari bor. Tak, mashinamiz yaxshi holatda turibdi. 4 ta balonni o'rtacha holatda, zo'r bas. Tak, olib minadigan holat mashinamiz. Olib faqat minish kerak mashinamizni. Tak, orqalariga keladigan bo'lsa, orqalari ham ashibkalari Nexia 1 o'ziniki, tonirovkalar bo'lgan. Chexollari mana bitta yengil chayqab yuvib, netib qo'yish kerak. Tak, oldilari ham Nexia 1 ashibka ekan, oldilari ham torpedasi Nexia 2. Yurib turishlari ham yo'q joyida. Mashinamiz metan gazda, temir balon. Motorida, korobkasida aybi yo'q mashinamizni. Tak. Hadovoyda jicha-picha ishi bor, lekin puliga yarasha mashina. Mashinamiz 2001-yil Nexia 1da 2 qilingani, dokument yangi dokumentdan, yangi texpasport, gaz pechatlari bor. Metan balonda turibdi, temir. Motorlariga keladigan bo'lsa, motorlari 1.5 Sonus tramblor. Orqalari temir balon. Tak, taylari butun yorilib netmagan. Oldilari kapottichi ham mana yaxshi holatda yorilib netmagan mashinamiz. Pistoletlari butun turibdi akalar. Pistoletlari butma-butun. Yurishlarida aybi yo'q. Razval, pazvali yo'q mashinani, gidrolika, konditsioneri yo'q. Tak, mashinamiz hozirgi momentda suvda, antifrizda bas. Yuradigan, minadigan holatda turibdi. Diod faralardan qo'yib qo'yishibdi, E7 dan. Tak, mashinamiz Marg'ilon shaharida turibdi. Puliga keladigan bo'lsa $2000 deyaptilar, tushib berasiz dedi. Bunaqasi bo'lmagan, eng arzonidan chiqib qoldi Nexia. Tak, pulini oxir qilib beramiz deyapti. $1800 ga berishadigan bo'ldi mashinani. Shu holatini $1800 ga berishadi. Generalniy prosedurani sinomiga o'tish hamma narsa bo'ladi akalar. Tak, telefon nomerlariga keladigan bo'lsa, 93 657 80 31 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mashinamiz Marg'ilon shaharida turibdi. Dastavka xizmatlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Rasxotini ko'tarsalaring bo'ldi.